aka. Da davomimiz aka nima narsa ekan? Mana tilla soat bor edi, shuni bir hisoblab bersangiz, o'zi qimmatroq bo'ladi. Tilla soat. Bo'ldi aka, hisoblab beramiz. Ye buni aka mexanizmi qani buni? Oynasi qani? Ancha Qopqog'i qani buni? Yeshtirdingiz? Ha, o'shani qopqoqlarini qism qilib pul kerak bo'lganda sotuvdim-da. Ha, отдельно sotgansiz a? Soat aka dodamdan qo'ygan, yaxshi soat ekan. Ha, yo'q, ha, bo'ldi. Nima sotdi soat aka? Mashina olib qo'ydim aka, yoshlik qilib, kreditini to'lash kerak. Kreditkami? Ha, bu yaxshi summa bo'ladi aka. Bu polyotmidi, raketamidi bu aka? Polyot edi aka. Zavodskiy zo'r narsa. Aka, endi anaqalari bo'lganda hozir izlab hisobda olib qolardim. Atak bu holatda уже lom qilaman, chunki mamonlari ham dabdala bo'lib ketdi. Mexanizmi ham yo'qmi aka? Yo'q, mexanizmini lekin aka men tashlaverdim. Va bekor qilsiz shuni. Mexanizm sozligiga olib borsangiz $100 dan $200 gacha olib qolishadi aka, agar polyot raketa bo'lsa, ha. Mana mexanizmi ham pulda buni aka. Hozir mexanizmlar, oynalari bo'lganda, qopqolari bo'lganda men buni izlab hisobda olib qolardim aka. Hozir endi bu lom bo'ladi, men bu anaqalari minus qilinadi aka buni edi. 52, 57. Mayli, qulpni yesa. Ha, endi bemalol o'vering aka. Xo'p, qarang. Qulpni ham sotyapsizmi? Yo'q, sotmayman, o'zimizga oladi aka. Qolib ketibdi, yo'qdi. Mana bu temiri bo'ladi aka. Mana o'sha tilla bo'lmaydi mana ichida. O'sha minus qilib olaman. 52, 57 ekan, 0.57 olib tashlayman aka. Toza 52 grammga 1 grammini 980 mingdan qilib beraman. 585. 50 million 960 ming chiqadi aka. Tekis 51 qilib berdim aka. 51 million qilib beraman. Kabi o'z qimmat hisoblaysiz-ku. Rozimisiz aka 51 ga? Roziman. Xo'p, unda qarang aka. Kalkulyator pul hisob kitob. Xo'p, 20, bu yoqda 30, 40, 50 bo'lsa 1 million berishim kerak ekan. Sizga ya. Yeri pul ber. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bu yoqda 1 million, kelishilganda aka 51 million. Bo'ldi aka. Rozi bo'lsangiz bo'ldi aka. Mayli, yana bitta olsam. Oling aka. Bemalol. Aka, keling shuni idish bilan olib ketsa qoling. Ishingiz ketdi, oling aka, oshib bersin, bemalol. Bor, shikoyat qilib o'tirmayman. Bemalol aka. Bo'ldi aka. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling aka, xizmat bo'lish o'tamiz. Agar sizlarning ham shunaqa qilib bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.